Ekranlaringizda chiqib turgan bu qizimiz yaqinda 18 yoshga to'lgan, Rossiyaning Moskva shahriga ishlash maqsadida onasi bilan birgalikda kelgan. Bu yerda bir inson bilan tanishgan. Mana rasmini chiqarib qo'yamiz. Sayfiddinov Salimjon Salohiddin o'g'li 2004-yil 25-mart sanasida Namangan viloyatida tug'ilgan. Bu bilan tanishib, telefon orqali gaplashib yurgan. Bu qizimizning ismi Sharifa Maqmurodova Farzona G'ulomjon qizi 2008-yilda tug'ilgan. 2-iyul kuni tong soat 4 da taksi bilan kelib buni o'g'irlab ketgan. Mana shu inson qidirilmoqda. Rossiyada kim shu insonlarni ko'rgan bo'lsa, srochni bizga aloqaga chiqishingizni so'ramiz. Ne tolki Rossiyadagilar, agar bu bolani Namangan viloyatida ekan, qo'ni qo'shnisi ko'rayotgandir, qarindosh urug'i, aka-ukalari, ota-onasi ko'rayotgandir, srochni bizga aloqaga chiqishingizni so'rab qolamiz. Srochni bu videoni tarqating, bu qizning onasi xorizor bo'lib qidirib yurmoqda. Rossiyada politsiyskilarga borib qizimni qidiryapman deganda buni olib kirib qamab qo'yib 2 kun 3 kunlab ushlab o'tirib keyin qo'yib yuborgan. Hozir do'stlar, srochni bir-birimizga poddeshka qilishimiz kerak. Like bosing, podlitsa qiling, tarqating. Rossiyada qayerda bo'lsa ham, qaysidir magazinga kiradi, produkt oladi, nimadir olgani chiqqanda kimdir ko'rib qolishi mumkin. Srochni bizga aloqaga chiqing, biz borib o'sha yerdan bu insonni ushlab olib kelamiz do'stlar. Albatta tarqating. Rossiyaning ham yerda o'zbek, qirg'iz, tojik aka-ukalarimiz bor. Bu insonni ko'rganlar srochni aloqaga chiqinglar. Onasi juda ham qattiq qiynalib ketdi do'stlar.